Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan birgalikda poliploida haqida gaplashamiz. Poliploidaga bilishdan oldin ungacha yetib boruvchi yo'l haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni poliploida bizda mutatsiyalar qatoriga kiradi. Mutatsiya gen materialining o'zgarishiga ko'ra quyidagi 3 turni o'z ichiga qamrab oladi. Ya'ni birinchisi gen mutatsiyasi, keyingisi xromosoma mutatsiyasi, uchinchisi esa genom mutatsiyasi. Genom mutatsiyasi o'z navbatida bo'linib ketyapti: poliploidiya va aneopoliploidiya. Poliploidiya ham o'z navbatida ikkiga bo'linish beryapti: avtopoliploidiya va allopoliploidiya. Avtopoliploidiyaning o'zi ham ikki turga ajralyapti: muvozanatlashgan avtopoliploidiya va muvozanatlashmagan avtopoliploidiya qatoriga kiryapti. Endi biz birinchi bo'lib avtopoliploidiya, ya'ni muvozanatlashgan tur haqida qisqacha gaplashib o'tamiz, ya'ni rejamizni boshi hisobida. Ya'ni bu nima degani? Asosan mavzuyimiz urg'usi poliploida bo'lgani uchun poliploidaga ta'rif berib ketaylik. Poliploida xromosoma n to'plamining karra ortishi. Ya'ni biz muvozanatlashganni gaplashamiz dastavval. Muvozanatlashganda 2n holatidan 4n holatiga, 4n holatidan 6n holatiga, 6n holatidan 8n holatiga va hokazo. Diploid, tetraploid, geksaploid, oktaploid to'plamlarini namoyon qilish mumkin. Bu ham ketaveradi. 10n to'plamli, 12n hokazo. Endi biz asosan gaplashishimiz kerak bo'lgani bu muvozanatlashmagan poliploida hisoblanadi. Muvozanatlashmagan avtopoliploida. Bu esa 3n holati, 7n va bizda ketadi, misol uchun 9n holatlarda ketishi mumkin. Endi umumiy holatda biz yodlash oson qilib muvozanatlashganni juft, muvozanatlashmaganni toq deb qabul qilsak bo'laveradi. Triploid, geptaploid va 9n to'plamli nanoploid deyiladi. Bizcha nomi g'alatiroq eshitilyapti. Endi bizda bular haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'ldik. Umumiy holatda muvozanatlashgan avtopoliploidada to'plamlar holatini ko'rib chiqamiz. Misol uchun bizda bug'doyimizda 2n14 to'plamli bo'lsin, u esa 4n to'plamga o'tganda n to'plamining karra ortishi kuzatiladi. Ya'ni isbotlaymiz. Bu n to'plamli, buni gaploid to'plami esa 2n to'plamli bo'ladida, bu bizga namoyish qiladi. Gaploid to'plamining 2 hissa ortish bo'lganligi sababli 14 namoyon qiladi va bu 28. Qachonki bug'doyda 2n14 va xromosoma to'plamining karrali ortishi gaploid to'plamining karra ortishi natijasida buning tetraploid to'plami 28 bo'lib qolar ekan bug'doyniki. Xo'p, bu muvozanatlashgan avtopoliploida bo'ldi. O'zi nima uchun va qanday qilib 2n to'plamdan 4n to'plamga o'tib qolinadi? Bu savolga mana bu yerda qisqacha javob topib ketamiz. Ya'ni bizda mitoz bo'linish jarayoni kechadi. Ya'ni mitoz bo'linish jarayoni asosida bizni bosqichimiz bor, ya'ni anafaza bosqichi. Mana buni bo'linish urchig'i deb oladigan bo'lsak, xo'p, qachonki anafaza bosqichida xromosomalarimizni belgilab oladigan bo'lsak, mana bu xromosomalar bo'ladi va ular tomoniga metafaza davrida axamatin iplari tortilgan bo'ladi. Bu xromosomaning sentromera qismiga ulangan hisoblanadi. Mana bu joyga sentromerasiga ulangan hisoblanadi. Endi agar biz shuni poliploidik tur qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, misol uchun 2n to'plamdan 4n to'plamga o'tkazmoqchimiz. Mana bu bo'linish urchig'iga biz kolxistin degan moddani tomizamiz. Natijada mana bu hujayralar xromosoma tortilayotgan vaqtda sentromera uzilmagan holatida xromosomalar faqat bitta hujayra tomonga o'tib qoladi. Natijada o'zi tengdaniga bo'linish kerak edi mana bu sathdan, lekin 4n to'plamli bo'lgani uchun mana bu hujayramizda xromosomalar soni
8 ta bo'lib qoladi. Ya'ni 4 dan o'tganda ikkinchi bo'lingan hujaydagi xromosomalar soni bo'lmaydi mutlaqo. Shunchaki o'zi qoladi. Va bu poliploidiya haqidagi ma'lumot edi. Ya'ni qanday qilib to'rin holatidan 2 holatidan to'rin holatiga, to'rin holatidan 6 holatiga, 6 holatidan oktaploid to'plamiga qanday o'tish haqida qisqacha bir ma'lumot bo'ldi. Hop. Keling endi biz allopoliploidiya haqida gaplashib o'tib ketaylik. Allopoliploidiya. Allopoliploidiya o'zi nima? Allos degani o'ziga, poliploidiya degani xromosoma to'plamining ortishi ma'nosida keladi. Ya'ni bu quyidagicha ifodalashimiz mumkin allopoliploidiyani. Hop. Turli xil genetik nuqtai nazardan uzoq formalarni chatishtirish misol tariqasida Karpachenko o'tkazgan tajribani olamiz. Karpachenko karam, Rossiya Rossiya va trup ustida tajriba olib borgan. Endi karamning 2n to'plami 18 ni bergan, trupning 2n to'plami esa bizga 2n to'plami 18 dan ham bergan. Biz allopoliploidiyada nima qilamiz? Ya'ni mana buni 2n to'plamdan n to'plamiga o'tkazamiz. Ya'ni n to'plami buni 9, trupning n to'plami esa 9. Bular o'zaro qo'shiladi. Qo'shilishdan mana buni 2n to'plami 18 likni namoyon qiladi. Mana bu o'simlikda vegetativ hujayralari o'sib chiqadi. O'sib chiqqanidan so'ng karam bilan trup tanishtirishdan va bizga nasl bermaydi, ya'ni ko'payish layoqatiga ega bo'lmaydi. Qachonki biz 2n to'plamni poliploid ko'rinishiga o'tkazganimizdan so'ng olingan nav 36 lik bo'lib qoladi va bizga nasl beradi. Demak, turlararo bepushtlikni G.D. Karpachenko bartaraf etgan. Qanday qilib desak, karam va trupni tanishtirgan, nasl bermagandan so'ng poliploid formasini olgan. Va turlararo bepushtlikni G.D. Karpachenko bartaraf etyapti. Karpachenko. Bu allopoliploidiya edi. Endi biz gaplashishimiz kerak bo'lgan yana biri aneopoliploidiya. Aneopoliploidiya nima deydigan bo'lsak, aneopoliploidiya xromosoma sonining ortishi yoki xromosoma sonining kamayishi bilan aloqador bo'lgan bir mutatsiya hisoblanadi. Ya'ni aneopoliploidiya o'z navbatida 4 ga bo'linib ketadi. Biz bularni har birini ko'rib chiqamiz. Ya'ni yodlash osonlik bo'lish maqsadida nullisomik, ya'ni bizda umumiy holatda xromosoma to'plamini 2n deb oladigan bo'lsak, nullisomikda 2 ta xromosoma chiqib ketadi. Ya'ni 2 ta xromosoma aylanib, natijada 0 to'plamni vujudga keltiradi. Bu esa nullisomik deb atashimiz mumkin. Monosomikda esa 2n to'plamli xromosomamizdan bitta ayrilib ketadi. Natijada n to'plamini hosil qiladi va bu esa monosomik deb nomlanadi. Trisomik holatida esa 2n to'plamli hujayramizga n to'plamli qo'shilish natijasida, ya'ni mutatsiya natijasida 3n to'plamli namoyon qiladi. Bu esa trisomik deb ataladi. Qachonki 2n to'plamli hujayramizga 2n to'plamli, ya'ni 2n to'plamli hujayraning xromosomasi 2 barobar ortgandan so'ng bizda tetrasomikni vujudga keltiradi. Bunga doir bizda turli toifadagi genom mutatsiyalarimiz bor, ya'ni bir nechtasini gaplashib o'tgan bo'lamiz. Xo'p, birinchisi trisomik haqida gaplashamiz. Trisomikda nima bo'layotgan edi? 2n to'plam hujayraning 2n to'plamdagi xromosomasining ayni bir qaysidir nuqtasidagi xromosoma bittaga ortib qolish natijasida 3n to'plamni vujudga keltiradi. Ya'ni jarayon qanday bo'ladi? Mana bu hujayra tarkibida yadro bor va yadro tarkibida bizda ma'lum bir turdagi xromosomalar farqlanadi. Aynan qaysidirki xromosoma bittaga ortib qoladi. Natijada mana bu shakl bizda trisomikni namoyon qilyapti. 3 ta to'plamni ortish.
Bu kasallikka misol qilib Down sindromini olishimiz mumkin. Down sindromi odamdagi 21-juft gomonogik xromosomaning karra ortishi hisoblanadi, ya'ni bittaga oshib qolish. Aynan biz mana buni 21-juft gomonogik xromosoma deb oladigan bo'lsak, bu yana bittaga ko'payib qolyapti. Natijada odamda 2n to'plami 46 edi. Buni mana bu ko'rinishda yozsak yaxshi bo'ladi. 44 plus xx yoki xy ko'rinishida. Endi ma'lumki bizdagi Down sindromi erkaklarda ham, ayollarda ham uchraydi. Ya'ni Down sindromi bizda erkaklarda ham uchraydi, ayollarda ham uchraydi. Somatik hujayraga ketganligi sababli. Qanday bo'lyapti? 44 ta odamdagi somatik hujayraga bitta xromosoma oshib qolyapti. Mana bu o'sha xromosoma. Va somatik hujayra 45 bo'lyapti. Jinsiy hujayraga esa hech qanday o'zgarish sodir bo'lmayapti. xx yoki xy to'plamini namoyon qiladi. Ya'ni erkaklarda ham, ayollarda ham kechganligi sababli. Va Down sindromini patologiyasi unchalik shart emas biz mavzuyimizda. Ya'ni Down sindromiga uchragan mikrosefaliyaga yaqin belgilar paydo bo'ladi. Og'zi yarim ochiq, aqli zaif, bepush bo'ladi bu organizmlar, ya'ni Down sindromiga uchragan odamlar. Biz asosan bugun masala qismiga ko'proq urg'u qaratamiz. Umumiy holatda Down haqida gaplashdik. Down bu somatik hujayralarda ketgan mutatsiya ekan. Somatik hujayralarda ketgan mutatsiya ekan. Ya'ni biz allopoliploida haqida gaplashib o'tamiz. Adashmovchilik bo'ldi. Allopoliploida emas, aneopoliploida haqida gaplashamiz. Aneoplodiya haqida. Xo'p. Aneoplodiya. Somatik hujayrada davom ketdi. Endi jinsiy xromosomada ketadigan aneoplodiya haqida gaplashamiz. Jinsiy xromosomalarda kechadigan bo'lsa, qanday turlari farqlanadi? Bizda birinchisi Shersevskiy-Tenner sindromi faqat ayollarda uchraydi. Shersevskiy-Turner sindromi faqat ayollarda uchraydi. Jarayon qanday ketadi? Ya'ni bizdagi somatik hujayralarda hech qanday to'plamining aneoplodiyasi sodir bo'lmaydi, ya'ni ortish kuzatilmaydi yoki kamayish ham kuzatilmaydi. Lekin jinsiy xromosomalar to'plami bittaga kamayib qolishi bilan farqlanadi. Bitta xromosomasining yo'qolib qoladi va bu esa aneoplodiyaning monosomik turiga misol bo'ladi. Shersevskiy-Tenner sindromi monosomik. Monosomik turiga misol bo'lar ekan. Bitta xromosoma o'rni bo'shab qolyapti. Natijada jarayon qanday kechgan? Mutatsiya bo'lishdan oldin 44 ta avtosoma xromosomasi bo'lgan va XX jinsiy xromosomasi bo'lgan. Mutatsiya natijasida, ya'ni aneoplodiya natijasidan so'ng somatik hujayralar hech qanday o'zgarish sodir bo'lmagan va jinsiy xromosoma soni bittaga kamayib qolgan. Mana bu natijadan so'ng. Bizda somatik hujayralar tarkibidagi avtosoma 44 ta bo'lib qolyapti, ya'ni mutatsiya natijasida jinsiy xromosoma esa bitta bo'lib qolyapti. Natijada umumiy xromosoma to'plami 2n 45 ta bo'lib qolyapti oxirida natijamiz. Down sindromida natija bo'ladigan bo'lsa, oxiri 2n to'plami 47 ni namoyon qilayotgan edi. Xo'p, keyingi gaplashishimiz kerak bo'lgani sizlar bilan bu ham jinsiy xromosoma ikkinchi toifasi hisoblanadi. U faqat erkaklarda uchraydi. Bu Klinefelter sindromi.
Klinefelter sindromi ham xuddi Down sindromiga o'xshab aneuploidiyaning bitta xromosoma sonining ortishi bilan kuzatiladi, ya'ni trisomik. Bitta xromosoma sonining qo'shilib qolishi bilan aloqador ekan. Ya'ni jarayon qanday bo'ladi? Mana bu avtosoma xromosomalar, mana bu yerda esa X, Y xromosomalar farqlanyapti, jinsiy xromosomalar. Aneuploidiyadan so'ng trisomik, ya'ni n to'plamga bitta xromosoma sonining ortishi kuzatilyapti. Ya'ni ortishi yoki ko'payishi deb gaplashdik. Bu esa bittaga ko'payib qolish. Jarayon mutatsiya sodir bo'lgandan so'ng bitta X xromosoma ko'payib qoladi bizda mana bu holatda. Mutatsiyadan oldin qanday bo'lgan? Avtosoma xromosoma sonimiz 44 plus XY holida namoyon bo'lgan. Aneuploidiyaning trisomik mutatsiyasi sodir bo'lgandan so'ng 44 plus XX va Y ni namoyon qilgan. Natija esa 2n to'plam 47 ni namoyon qilgan. Bu genom mutatsiyasining aneuploidiyasi edi. Ya'ni qisman ko'rdik, boshqa kasalliklar ham bo'lishi mumkin. Xo'p, tetrasomikda 4 taga oshib qolishi bo'lyapti mana bu yerda. Odamdagi jarayonlardagi xromosoma to'plamini yozib ketaylik. Nullisomikda 2 barobar kamayib qolyapti. Ya'ni odamda 2n to'plami mana bu yerda xoh jinsiy xromosomada ketsin, xoh avtosoma xromosomada ketsin. Lekin jinsiy xromosomada 2n to'plamining kamayishida hech qanday kasallik yo'q. Ya'ni unaqa odam tug'ilishi mumkin emas. Ya'ni 2n to'plami 2 barobar kamayib qolgandan so'ng 44 namoyon qiladi. Monosomik holatida esa bittaga kamayib qoladi, 2 ni 45. Bu Sher-Sevskiy-Tennant sindromida gaplashdik. Trisomikda esa bittada ko'payib qolish, ya'ni 47 dan namoyon qilyapti. Agar avtosoma xromosomada ketsa Down sindromi, agar jinsiy xromosomada ketadigan bo'lsa Klinefelter sindromi deb gaplashdik. Tetrasomikda esa 4 taga oshib qolganligi sababli odamda 50 ta xromosoma holati namoyon bo'lib qoladi. 4 taga ko'payganligi sababli. Xo'p, mana bu qisqacha izoh edi. Endi bu klassifikatsiyaning qisqacha ta'rifi, genom mutatsiyasi haqida bir necha bor takrorlab o'tdik. Bu qisqachagina ma'lumot xolos. Ya'ni nazariy emas. Bugun asosiy o'tishimiz kerak bo'lgan mavzuyimiz poliploidiya, ya'ni muvozanatli gametalar olish haqida gaplashamiz. Birinchi bo'lib avtopoliploidaning muvozanatlashgan turi haqida gaplashib o'taylik. Avtopoliploidaning muvozanatlashgan turi haqida. Avtopoliploidiya biz gaplashar ekanmiz muvozanatlashgan turini. Muvozanatlashganni aytib o'tdik. 2n holatidan 4n holatiga, 4n holatidan 6n holatiga, 6n holatidan 8n holatiga o'tar ekan. Xo'p, oktaploid to'plamigacha bordi. Bundan ham bo'lishi mumkin. Endi biz gaplashishimiz kerak xromosoma holatida qanday kechadi. Xromosoma to'plamining karra ortganida. Ya'ni mana bu xromosoma deb oladigan bo'lsak, endi jarayon qanday kechadi? 2n to'plamdan 4n holatidan 6n holatiga o'tish bor xolos. Biz 2n dan 4n va 2n dan 6n holatiga o'tish bor. Mana bu 2n dan 4n ga o'tish, 2n dan 6n holatiga o'tish. Ya'ni xromosomada jarayon qanday kechyapti? Ya'ni xromosomaning o'zi esa yadroda kechyapti. Yadroda joylashgan. Avtopoliploidaning muvozanatlashgan turida xromosoma to'plami ortib ketadi. Ya'ni gametalar haqida gaplashamiz. Bizda misol uchun mana bu turdagi gameta farqlansin. Bu 2n to'plamda edi va 4n holatiga o'tib qolish kerak. 4n holatiga o'tganda jarayon qanday bo'ladi? Ya'ni o'rtasidagi farq necha? 2 barobar ko'p. Demak, har bitta genni biz 2 barobar ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni gen deb nimaga aytiladi?
turli xildagi bir organizmdagi biror bir belgini ifodalovchi denkadagi nukleotidlar qatori bu gen deb ataladi. Bizda A geni va kichik a geni allel genlar farqlanyapti. Bu allel genlar sonini 2 barobar ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni A geni 2 barobar ko'payganligi sababidan ikkita kichik a geni ham 2 barobarni namoyon qiladi. Mana bu 2n to'plamdan 4n to'plamiga o'tish edi. Xo'p, bizda xromosomaning joylashish lokuslarida o'zaro allel genlar boshqa xromosomada joylashgan bo'lar edi. Biz mana bu holatida o'rganganmiz. Biriktirib. Xromosomada esa mana bu holatlarda kechadi. Ya'ni A genining joylashuvi mana bu holatida edi, toki 2n holatida. Buni biz 4n holatiga o'tkazdik, ya'ni 2 barobar ko'paytirdik. A gen 2 barobar oshyapti mana bu yerda. Kichik a geni ham 2 barobar oshyapti mana bu yerda. Ya'ni nima uchun xromosomaga kirgizyapmiz deydigan bo'lsak, xromosomani cho'zadigan bo'lsak, xromatin namoyish qiladi bizga. Xromatin tarkibida esa giston oqsili, uni atrofida esa bizda denkamiz joylashgan bo'ladi. Aynan genni denkada joylashgan dedik. Denkani ma'lum bir qismlari genga ma'lum bir turdagi belgini ifodalab aytib beradi. Ma'lum bir turdagi belgini ifoda etadi. Endi biz 2n to'plamdan 6n to'plamiga o'tkazishimiz mumkin misol uchun. 6n to'plamiga, ya'ni o'rtasidagi farq 3 barobar ortyapti. Poliplodada n to'plamining 3 barobar ortishi edi. Aynan bitta genning 3 barobar ortishiga mana bu yerda urg'u qaratib ketilyapti. Mana bunda a geni 2 barobar oshgan bo'lsa, bunda esa 3 barobar ortadi. 3 ta kichik a bo'lib farqlanadi. Ya'ni 2n to'plamli xromosomamizda mana bunday namoyon qiladigan bo'lsa, 2n to'plamli hujayra desak mubolag'a bo'lmaydi. Kichik a har bir a geni esa mana bu yerda 3 marotaba ortyapti. Kichik a geni ham o'z o'rnida 3 barobar ortishni bizda kuzatilyapti. Endi bu bir belgisi bo'yicha farq qiluvchi organizmlar edi. Endi ikki belgisi bo'yicha farq qilsa qanday bo'ladi degan tushunchani hozir gaplashib chiqamiz. Ya'ni 2n to'plami bizda to'plam holatida bizda mana bunday organizmlar bo'lsin. Ikki belgisidan farq qiluvchi heterozigota bo'lyapti. Bu organizmni biz 4n holatiga o'tkazaylik. O'rtasidagi farq 2 marotaba ko'payishni bizda namoyon qilib ketyapti. Ya'ni har bir gen 2 marotabalab ko'paytirish kerak. Ya'ni a genni ham 2 marta, kichik a genni ham 2 marta, katta b genni ham 2 marotaba ko'paytiramiz. Bu holatida kichik b geni ham 2 barobar ko'payadi. 2n holatidan 4n holatiga o'tadi. Jarayon esa qanday kechadi? Ya'ni mana bu yerda joylashish o'rni bo'ladigan bo'lsa, mana bu holatida edi. Katta a, kichik a, katta b, kichik b holati. Bu esa 2 barobar ortyapti. A'lar o'z o'rnida 2 marotaba ortyapti. B'lar ham o'z o'rnida 2 marotaba ortib ketadi va mana bu genotipni namoyon qilyapti bizda. Endi 2n to'plami holatidan ikki belgisi bo'yicha farq qiluvchi organizm bizda 6n ni namoyon qilyapti va 3 marotaba genlarning oshishiga aloqador. Ya'ni har biri 3 marotabadan oshishi kerak. A geni 3 marotaba oshdi, kichik a geni 3 marotaba oshdi, katta b geni ham 3 marotaba, kichik b geni ham 3 marotaba oshyapti. Jarayon qanday kechyapti? Ya'ni organizm mana bu holatida edi. Katta a, kichik a holatida, katta b, kichik b holatida edi. Bu esa 3 marotaba ortyapti. Ya'ni a'lar o'z o'rnida 3 marotaba ortishni namoyon qilyapti. Kichik a'lar o'z o'rnida 3 marotaba ortishni namoyon qilyapti. B'lar ham mana shunday. Va kichik b'lar ham 3 marotaba ortyapti. Ya'ni 2n to'plamdan biz 6n to'plamiga o'tganligimiz sababidan.
Hop. Endi bular bo'lsa 2 gen toifasida ko'rib chiqdik. Endi 3 geni bilan farq qiluvchilar xromosomada quyidagicha ketishi mumkin. Bularni o'chirib olamiz. Mana bunday organizmlar farqlansin bizda. Kattasi kichik qilaylik. Kichiksini mana buni belgilab ketaman. 2n holatidan bu organizm 4n holatiga qadar o'tsin. Ya'ni har bir gen 2 barobar ko'payishiga dalil ko'rsatyapti. Ya'ni bizdagi A gen 2 barobar oshyapti. Kichik A geni ham 2 barobar, katta B geni ham 2 barobar. Kichik B geni ham ana shunday. Katta S genimiz va mana bu yerda kichik S ni ham 2 marotaba ortishi kuzatilyapti. Endi xromosomada jarayon qanday bo'ladi? Ya'ni umumiy holatda A'larimiz o'z o'rnida mana bunday. Bizdagi joylashgan S xromosomi esa mana bu holatda bo'lsin. A geni 2 marotaba oshishni kuzatilyapti. Kichik A geni ham B geni o'z o'rnida 2 marotaba, kichik B geni ham o'z o'rnida 2 marotaba oshish kuzatilyapti. Hop. Ana shunday va bizdagi S geni ham 2 marotaba oshish kuzatilishi kerak mana bu yerda. Endi keyingi gaplashishimiz kerak bo'lgani aynan shu genotip 2n holatida genotipi quyidagicha edi. Ya'ni trigeterazigota holatida. Kattasi kichiksa bizda 6n to'plamli hujayraga o'tsin. Ya'ni mana bu xromosomani yana bir marotaba ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, agar 8n holatida bo'ladi, jarayon ana shunday ketaveradi. 2n dan 4n, 2n dan 6n ga o'tganimizdagi hadeb bo'lmasa, ya'ni yana bitta xromosoma qo'shib jarayonni ketkazib olsak bo'laveradi. 6n holatida har biri 3 marotabadan oshishi kerak bizda. Katta A genining 3 barobar ortishi, kichik A genining 3 marotaba ortishi, katta B genining 3 marotaba ortishi va kichik B genining 3 marotaba ortishi kuzatilishi kerak. O'z o'rnida boshqa bir noallel gen S genining ham 3 marotaba ortishi, ya'ni A geniga B noallel, B geniga esa S noallel gen hisoblanadi. Kichik S genining 3 marotaba ortishi. Mana bu holatida biz 6n to'plamli namoyon qilib o'tamiz. Ya'ni 2n to'plamida xromosomada quyidagicha joylashgan edi. Shu xromosomani 3 marta ko'paytirib qo'ygandik. Ya'ni mana bu xromosomani xuddi o'rniga ko'paytirib, buni o'rniga va buni o'rniga ko'paytiradigan bo'lsak, bizda hech qanaqangi muammo qolmaydi. Yozib chiqqan. Qo'lga tushunishlari oson bo'ladi. Mana bu yerda 3 marotaba ortish kuzatilyapti. B genida ham ana shunday holat va S genida ham ana shunday holatni ifodalayapti. Mana bu esa poliploidiga uchraganda xromosoma to'plamida qanday holatda bo'lishligi edi. Endi biz avtopoliploida muvozanatlashgan turidan har biridan gameta olish haqida gaplashamiz. Bu genotipini 2n to'plamidan 4n to'plamiga o'tkazish, ya'ni qisqacha gameta olib chiqamiz.